Erkaklar quloq soling, agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash va pastki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bunga beparvo bo'lmang, yechimi bor. Sedenachi Muxtor milliy brendidan Prostamix. Bu mahsulotni turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiya qiladi va Prostamix 17 xil shifobaxsh giyoh jamlangan eng kuchli formula sanaladi. Jinsiy zaiflik bilan birga bepushtlikni oldini olishda yordam beradi. Bugun buyurtma bering va 50% chegirmadan foydalaning. Hoziroq qo'ng'iroq qiling 55 kodi bilan 503 2200. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa-olam. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, Yaqin Sharqda vaziyat tez orada Eron uchun salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Sababi Qo'shma Shtatlar va Eron delegatsiyasining Jenevadagi muzokarasi bu safar ham besamar yakun topdi. Wall Street Journalga ko'ra, Washington Tehronga har qanday yadroviy kelishuv muddatsiz amal qilishi, uranni boyitishdan to'liq voz kechish, istisno sifatida faqat tibbiy maqsadlar uchun juda past darajada boyitishga ruxsat berish, shuningdek Eronning qo'lidagi barcha uran zaxirasini Amerika Qo'shma Shtatlariga topshirishni talab qilgan. Tehron esa Washingtonni bu talabini qat'iy rad qilib, o'z taklifini bildirgan. Donald Trumpni Fox News'ga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, Eron Trumpni so'nggi talabi bo'yicha, aniqrog'i, ultimatum bo'yicha o'ylab olish uchun vaqt so'radi. Bu haqida Ummon qirolligi tashqi ishlar vaziri Badr al-Busaydi Washingtonga Tehronning murojaatini topshirdi, ammo Trump boshqa kutmoqchi emas. Shuning uchun ham u Fox News'ga bergan o'z intervyusida Tehronning oldinda juda og'ir kunlar kutayotganidan ogohlantirdi. Associated Press agentligining o'rganishlariga ko'ra, Yaqin Sharq va unga tutash hududlarda Eronga zarba berish uchun jamlangan Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning hozirgi qo'shma guruhi tarkibiga 500 dan ortiq zarba beruvchi samolyotlar va yana 200 tagacha boshqa turdagi samolyotlar kiradi. Bu esa Amerika Qo'shma Shtlarini Isroil bilan birlashgan holda Eronga bir vaqtning o'zida 700 marta zarba berish imkoniyatiga ega degan gapdir. Tehron havo mudofaa tizimlari esa bu darajadagi yirik hujumni bartaraf qilishga qodir emas. Associated Press'ga ko'ra, ayni paytda yer sayyorasidagi hech bir davlat bir vaqtning o'zida yo'llangan 700 raketa zarbasidan himoyalanishga qodir emas va Qo'shma Shtatlar bilan Isroilni Eronga qarshi havodan yurishi bu safar Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi uchun haqiqatdan ham og'ir ssenariy va yirik yo'qotish bilan tugashi mumkin. Eslatib o'tamiz, 27 fevral kuni Qo'shma Shtatlar havo kuchlariga qarashli bo'lgan yana 14 ta samolyot Isroilning Ben-Gurion aeroportiga kelib qo'ngan. Bu xabar Isroilning Yenet agentligida e'lon qilinishi bilan barcha Yevropa davlatlari o'z fuqarolarini nafaqat Eron, balki Isroilga ham sayohat qilishni to'xtatishga chaqirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marco Rubio esa davlat departamentining rasmiy saytiga maxsus murojaatnoma joylagan. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Eronni 27 fevral kunidan boshlab noqonuniy hibsga olishlarni amalga oshiradigan davlat deya e'lon qiladi. Marco Rubioga ko'ra, Eron rejimi 47 yil avval hokimiyatga kelganidan Oyatulloh Xumayniy Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi xodimlarini garovga olish orqali o'z hokimiyatini mustahkamlagan edi. 10 yillar davomida Eron begunoh amerikaliklarni, shuningdek boshqa davlatlar fuqarolarini shafqatsiz ravishda hibsga olib, ulardan boshqa davlatlarga siyosiy bosim vositasi sifatida foydalanib kelmoqda. Bu jirkanch amaliyot to'xtatilishi kerak. Prezident Trump Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolarini xorijdagi noqonuniy hibslardan himoya qilish haqida farmon imzolagan va shundan so'ng Kongress 2025-yilgi noqonuniy hibslarga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Ushbu qonun Moliya vazirligiga Eronni noqonuniy hibslarni moliyalashtiruvchi davlat sifatida belgilash vakolatini beradi. Agar Eron bu amaliyotni to'xtatmasa, Qo'shma Shtatlar qo'shimcha choralar
xabarlarni ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Jumladan Eron orqali yoki Erondan safar qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari pasportlaridan foydalanishga geografik cheklovlar joriy etish imkoni ham bor. Eron rejimi garovga olish amaliyotini to'xtatishi va Eronda noqonuniy ushlab turilgan barcha amerikaliklarni ozod qilish kerak. Bu qadamlar mazkur e'loni va unga bog'liq choralarni bekor qilishga olib kelishi mumkin va Amerika Qo'shma Shtatlari Eronni shuni amalga oshirishga chaqirmoqda. Hech bir amerikalik hech qanday sabab bilan Eronga bormasligi kerak. Hozirgi Eronda bo'lib turgan Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolari esa mamlakatni zudlik bilan tark etishi shart. Marco Rubioni bu murojaatidan tushunish mumkinki, Qo'shma Shtatlar Eronga yo'llashi mumkin bo'lgan zarbalari uchun oldindan bahona hozirlamoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma: 27 fevral kuni ertalab elchixona xodimlariga yuborilgan elektron maktubida Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroildagi elchisi Mayk Hakabi hali ham Isroilni tark etishni istagan barcha shaxslar 27 fevralni o'zida mamlakatdan chiqib ketish kerakligi haqida ogohlantirgan. Bundan xulosa shuki, Oq uy qaror qabul qilib bo'ldi va qurolli to'qnashuv yaqin. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlem bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.